Padişahlık, zaman halkıgan muşavir. Mazkur tor romani Üllər Studiyasi tarafidan tarjima qilindi va ovozli qilib ishlandi. Asar mazmuni to'qilma bo'lib, hech qanday xurofotlikni qo'llamaydi. Ko'chirib tarqatganlarning qonuniy javobgarligi surishti qilinadi. Amgikimizga hurmat qiling. 18-bob. Qapoq Botur Shuchu. Amaliyotda Dianweyning degini ancha to'g'ri emas yoki bak o'lchamlik emas edi. U hozir Yingjuan va Runanni seriq yog'liq qaroqchilar egallab oldi degan bo'lsa-mu, lekin amaliyotda Chaojun oymiqining xeyli ko'p nahiyalarini seriq yog'liq qaroqchilar egallab bo'lgan edi. Bir necha nahiyaning texi qo'ldan ketmasligida asosliqi esilzoda oilalar va botur sarkardalarning yezilardagi kishilarni yig'ish orqali saqlab qolganligi edi. Masalan, Chaoshan nahiyasidagilar har qitim seriq yog'liqliklarning kelganligini bilsa, nahiya ombili darhol shu jamiyati kantidagilarni yordamga chaqiratdi. Mushunda qilib yurib, seriq yog'liqliklar ulardan qo'rqadigan bo'lib qolgan edi. Bu gapcha shu jamiyati kantidagi aholining hammasi botur, jangi mahir kishilar ekanda. Ko'langiga menib, shu jamiyati kantida to'xtagan Dianwey tushunmagan holda so'radi. Jivudan necha yuz chaqirim yo'l menib Chaoshanga kelishi aslida bu yerdan lashkar elish uchun ishkanda. Kentkilar emas, balki ularga boshchilik qilayotgan odam. Dianmo orqasiga qarab qo'yib, otning qo'rsqig'i turtib kentga qarab mangdi. Ancha uzun o'tmay, kentga kirib uchirganli kishidan so'rasa, izlayotgan odamini topqili bo'ladi. So'ravan pomishchik oilasi bo'lgani bekor emas-da. Butkul kentkining hammasi kapi bo'lsa-mu, lekin uning uyi ko'k g'ish, oq koyishdan yasalgan bo'lib, oilasimi xeyli cho'ng edi. Shu Junkang palvon uyida bormidi? Bir necha qitim unlik varqirgandan keyin ish oxiri echildi. Orqadan bo'yi 8 chi, beli tom bir gavdalik er kishi chiqib keldi. U uyquliq ko'zlarini uvilg'inicha sabrsizlik bilan so'radi. Kim? Sizni tonimaydiganman o. Kamina Dianmo. Aloyitan shu Junkangni ziyorat qilg'ili kelgan. Dedi otga minib turgan Dianmo qo'lini jubtaklab. Dianmo? Shuchu belini tuzab qo'yib, ko'zini qisqinicha og'ining ishkisiga qarab dedi. Anglab baqmabdikanman o. Peqir Dianwey deydigan birsini anglab baqqan. Bu gap yonda turgan Dianweyning qiziqishini qo'zg'adi. U beshini ko'tirib so'radi. Mening ismimni qanday bilasiz? Siz Dianwey shuma? Shuchu shu hamon ruhlanib, ko'zlarini yo'g'on echib Dianweyga qaradi. Peqir men shu. Eniq javobni anglagandan keyin Shuchu qaqoqlab kulib, og'ining ishkisi nima bo'lganligini anqirolmay qoldi. Oradan uzun o'tmay burilibla qo'rining ichiga kirib ketdi. Qaytib chiqqanda bo'lsa, bir chilon to'riq otni minib olgan bo'lib, qo'lida yo'g'on bir qilichni ko'tarib olgan edi. Anlasam, Lübo bilan elishib tanglashib qoptikansiz. Eldagi fuqarolar mushundoq lab urishqamroq. Sizni xuddi cho'ning hokimligidek sirliqlashtirib etdi. Mening sizning qanchalik karomatingiz borligini ko'rib baqqanba. Mavi ishni ko'ring. Shuchu qo'l ishorati qilib, og'ining ikkaylanni kangri bir o'tloqqa boshlab berib, qo'l silishga tayyorlik qilishga boshladi. Dianweyning mijozi chust bo'lib, bundoq ismni atab turib jang e'lon qilsa, jangga tushmay qoladimi? Darhol bir yonni ko'rsatib mundoq dedi. Inem, sen yirag'aroq turib, bu so'ltakni qanday adablashini ko'rib turgan. Jang qisi qilmamdi. Bu allaqachon o'ylanib bo'lgan ish tursa. Dianmo qilchimi tamtirmasdan chaqqonlik bilan otdan sakrab tushib, yon tarafdagi daraxtning tubida jangni tomosha qilishga tayyorlandi. Qish qara. Shuchu avval qo'l silib, etini delitib Dianweyga etilib kelganicha chaqmoq tezligida qilich bilan chopdi. 80 jonliq qo'sh yolmon nihoyat osonla Shuchuning hujumini bekor qildi.
mushu bir hujum bilanla shuchu oldidagi bu odamning donqining o'zi burun paras qilgandek boshqalar ko'ptirib etmaganligini his qildi. Nima degan kuchlik? Azaldan o'z kuchiga ishinib kelgan shuchuning og'zidan bundoq gapning chiqmiqi sal tas edi. Shuchuning hayronligi teg'i besilmay turib, qo'sh yolmon o'ng tarafdan ushqandek etilib keldi. Faqat uning vijildigan ovozi quloqqa kirib turadi. Shuchu qo'sh yolmonning o'zidan qanchalik yiroqda ekanligiga qarashga jur'at qilolmay, oldirab qilichini ko'tarib to'sdi. Yana bir qitimliq qattiq zarba. Zarba kuchining zo'rligidan Shuchuning badani tavrab ketdi. Qandaqaroq? Peqirning bu kuchi sizni qoyil qila oladimikin? Bosh chaqlab siz. Meninkini ko'ring. Shuchuning xo'yi tutib, yana sinab beqishga petin olmay, butun kuchini ishga soldi. Qilichdan chachirgan o't ushquni har yon tardi. Yanvey og'zidan bo'g'chilik qilsa-mu, Shuchuning bo'sh emasligini bilib, xo'sh yolminini pirqiratishga boshladi. Bir haza jaraq-juruq qilib elishgan ovoz chiqqandan keyin og'zida tog'ni yo'tyalayman deydigan Yanveyning qo'llari og'rishga boshladi. Bu kasofat g'alati maxluqmi nima? Kuch jihatda Lyubodin qilishmaydi-ku. Bundoq bo'lsa bo'lmaydi-da. U mahoratini o'zgartirishga boshladi. Yanvey qo'lidagi yolmonni boshqacha o'ynatishga boshladi. Bir yolmon bilan chopatdi, yana bir yolmon bilan sanjitdi. Ba'zida bo'lsa, bir yolmon bilan to'ssa, yana bir yolmon bilan hujum qiladi. Voy onam-ey. Bu ablaq olvosdimi deydi Shuchu ichida faryod urib. Necha 10 martam elishgandan keyin Shuchu haqiqiy mahoratini chiqarmasa, yengilib qoladiganligini his qildi. U bir qitimliq hujumdan o'zini qochirgandan keyin egarning ustida ching o'ltirib, xuddi tuz yerdagidek birla kuchab, butun kuchi bilan qilich urdi. Barakalloh. Bu qilich chepilishi bilan Yanvey qo'sh yolmon bilan to'sdi. Biroq ot minish mahorati ancha yuqori bo'lmag'achqa, bu qilichning zarbasi bilan otdan mo'lloq etib tushib, yerda ikkini domlab ketdi. Endi yomonligimni bilgansiz. Tovlidi Shuchu yerda qopoqdek domlab turgan Yanveyga qarab. U qarmoqqa 200 jim keladigan kichik baliga o'xshash xush bo'lib ketgan edi. Sen mening ochig'imni keltirding. Yanvey qo'sh yolmonini yerga sanjib, o'ng so'l qo'lida belidan 2 uchqur tabarni so'g'irib oldi-da, Shuchuga qartib otdi. Og'a, unda qilma. Yanmo qattiq varqirgan bo'lsa-mu, ammo kechikib qolgan edi. Bu bir jup tabar bo'shliqda chaqmoqdek bir jup agri siziq chiqarib uchib ketdi. Bu hujum bakli tuyuqsiz bo'lg'achqa Shuchu o'ylabmi baxmagan edi. Shundaqdimi qilichini birda shiltib, bir tol tabarni urib tushirib etdi. Lekin ikkinchisining nadiligini faqat ko'rgili bo'lmaydigan bo'lib, quloqining tubida vijildigan bir ovozda bor edi. U shartda o'rilib, u tabarning ko'z oldidan uchib o'tib, kaynidagi 3 odamning quchqi yetmaydigan daraxtga sanjilganligini ko'rdi. Shuchu ko'nglida agar u meni o'ldirmoqchi bo'lgan bo'lsa, allaqachon o'lib ketgan bo'lar edim deb o'yladi. Bu chaqda Yanvey medirlimidi. Shuchumu medirlimidi. Hatto Yanmomu hangi qilib qolganicha u ikkaylanga qarab turadi. Salkin shamol o'tgandan keyin Shuchu ondan kulimsirdi. Diyen birodar, qaltiskansiz. Bayqi hujumingiz bek tuyuqsiz bo'lg'achqa, Peqir mudofaa qilishga ulgurmay qolgan. Agar yana bir qatim hujum qilgan bo'lsangiz, cho'qim to'sib olaptim. Shu birodar, kuch jihatda hokim begdan qilishmaydi ekansiz. Men otliq jang qilishni endi o'rganishga boshlagan. Yana bir qatim ilishib qolsak, sizmi otdan urib tushiritamaysiz. Bo'ldi. Ikkilinglar haqiqatan qaltis. Tangdashsiz baturlar ekansizlar. Mundaqli sinishib baqsanglar bo'ldi. Bir-biringlarni yaralandirib qo'ysanglar, hech qaysimizga yaxshi emas. Yanmo
bu ikkilarning yana elishib ketishidan ansirab, ikkilarning orasiga yugurib kirib, ularni to'sib oldi. Bu ikkisining mushti qattiq bo'lib qolmay, yana og'zimi qattiq edi. Agar vaqtida to'sib olmaganda, paranglashib turibla yana tutishib qelishi mumkin edi. Diyen inem, bo'ldi ansirmang. Men faqat diyen birodarni ko'rib, qo'lim qichishib, sinishib baktım. Faqir undaq jidalxo'rlardan emas. Shuju shundoq deginicha Dianveyga qarab mundoq dedi. Yuring, diyen birodar. Uyga kirib, birer apqurdan sharab ichayli. Menmi uslab turatdim. Dianvey shundoq deginicha qo'sh tabarini dumbisiga ortib, ko'langini yetilab keldi. Dianmo cho'nqur uh tortdi. Kasofetli. İqtidorli kishilarning hammasining mijozimi ishtik bo'ladi ekan. Faqat menga o'xshash kelishgan ham o'zini tutib olgan kamtar odamlarla boshqalar bilan oson chiqisha oladi ekan. Shujuning uyiga kirgandan keyin u xizmatkorlarini buyurib, sharob taomlarini tayyorlatgandan keyin Dian oilasidagi og'a-inilarni o'ltirishga taklif qildi. Qani kelinglar. Faqir og'ayni ishkanlarga bir qadah tutay. Ko'lbamga sizlardek aziz mehmonlar kelmagili xeyli uzun bo'ldi. Pomishchiklarning uyi haqiqatan boshqacha. Hatto sharob ichadigan qadahlarimi oq qosh teshidan yasalgan edi. Qani xo'sha. Dianveymo tuzut qilmasdan gup qilibla bir apqur sharobni to'liq ichivatdi. İçinglar, qanig'icha ichinglar. Agar sizlar ichib mas bo'lmasanglar, sizlarni to'pqa qandoqmi akiralayman? Dianmo tashabbuskorlik bilan bu ikki boturga bir apqurdan sharob qo'yib berdi.